Bobirjon, bir shunday holat bo'lgan. Endi 25 yillik tajribaga egaman. Dadam Mustafa Farhod Mamatov juda ham katta psixolog bo'lishgan. Men unda yosh edim. Keyin bir kun shunday holat bo'ldi. Qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Men oldimda mijoz o'tirgan edi. Keyin hali joyda dada oldimda mijoz bo'lsam, nima muammo deydi. Xiyonat dedim. Desam, uzr, babuchaligimizni tushuntir dedilar. Men birinchi tushunmadim. Keyin hayron bo'ldim. Ishdan qaytib turib dadam oldiga kirdim. Dadam bir gapni aytdilar. Shirin, sizlar turmushga chiqqunga qadar qarashlaring kumush bibini qarashi bo'ladi. Mayli, xo'p, qani, ohanglaring nihoyatda chiroyli bo'ladi. Lekin turmushga chiqqandan keyin, ayniqsa bitta farzandli bo'lgandan keyin qarashlaring organ xodimidaqa bo'ladi. Ohanglaring tergovchi ohangi bo'ladi. Va tasavvur qil. Turmush o'rtog'ing spokойно kirib keldi. Sen nima qilyapsan? Nima telefonda olmaysiz?